Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalarga xayrli kun. Az vatandoshlar, Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga ketmoqchi bo'lsanglar, sifatli komfort avtobuslar. Mana ko'rib turibsizlar, avtobusimizning ichki holatlari hamma yo'g'i joyida, idealniy zaryadchi, konditsioner, hamma sharoitlarga ega avtobusimiz. Avtobuslarimiz mana mestalarini ko'rib turibsizlar. 55 ta mestadan iborat avtobusimiz. Avtobuslarimiz mana mestalari hamisha mana sidinalari 30 gradusgacha yotadi. Bemalol yotkizib o'tirib ketsanglar bo'laveradi. Az vatandoshlar, ko'pchilik so'rashyapti, qanday qanaqa qilib ketsa bo'ladi deyapti. Dokumentida muammosi bor akalar. Akalar, voditellarimiz o'zi chiroyli qilib olib ketadi. Faqat sizlarda ozgina rasxod bo'ladi. Shu rasxodlarni qilasizlar. Shunda chiroyli bo'lib, bezdeport, beznechivo bo'lib ketasizlar. Yuklaringlarni ham 50 kilo, 60 kilogacha olib kelsanglar bo'laveradi. Besplatni olib ketish imkoniyatlari bor. Mana aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, akalarimiz ham kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisizlar? Sizlar yaxshi kelib oldinglarmi? Qayerdansizlar aka? Biz Samarqanddan aka. Samarqanddan. Mana keldinglar aka. Avtovokzalning o'zidan mana shunaqa rostmikan avtobuslar aka. Zo'r aka. Do'stlarda aldagani yo'q. Yo'q. Boshqa pul olmadi. Hammasi chiroyli va yaxshi. Yaxshimi aka? Hech kim boshqa pul olmadimi sizlarda? Yo'q. Hamma yo'g'i yaxshimi? Sizlaringlarni olib keldinglar, birov ko'p pul olmadi. Yo'q. Samarqandlik akalar, O'zbekistondagi akalarimizga mana ketmoqchi bo'lgan. Nima deysizlar aka? Bir o'zingizlardan aytinglar fikringizni. Tavsiya qilamiz. Ha akajon, bemalol O'zbekistonga tinch, sog'-salomat yetib olaman desalaringiz, kelib mana shu avtobus bilan mazza yurtimizga yetib olasizlar. Sharoitlari yaxshi. Rahmat akalarga. Akalar, oq yo'l yaxshi yetib olinglar. Aziz vatandoshlar, hamisha xizmatinglardamiz. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Tanlovda adashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat.